Afg'oniston degani hammamiz har xilcha o'ylaymiz-ku, lekin rostdan ham juda zo'r. O'rtalar hozir biza petrol, ya'ni benzin quyish shoxobchasiga keldik. Bu yerda men to'g'risi kutmagandim bunaqa sharoitda bo'lishini. Mana qaranglar, mana bu yerda gaz quyish, o'sha gaz emas, adashib ketyapman, benzin quyish shoxobchasi. Mana bu yerda bemalol bunday to'ldirsangiz bo'ladi. Bu yerda narxlarni ko'rsatmagan, lekin mana bu yerda narxlarni ko'rsatgan. Sizlarga hozir ko'rsataman qancha ekanligini. Bu benzin 7600 dizel, mana bu ham benzin. Ya'ni bu o'zimizning so'mda, dollarda qancha bo'lishini mana shu joyda ko'rsatib o'tib ketaman. Ularda 1 litri $1.30 ekan. Ya'ni bizni benzinimizdan ham ularni benzini qimmatroq ekan. Men o'ylaganimki, xuddi Eronga o'xshab juda ham arzon bo'ladi deb, yo'q, unaqa emas ekan. Lekin meni hayratlantirgan jihati bu yerdagi sharoit juda ham yaxshi ekan. Men o'ylagandan ko'ra, Afg'oniston degani hammamiz har xilcha o'ylaymiz-ku, lekin rostdan ham juda zo'r. Bu yerda ko'rishingiz uchun hech qanaqa ayollar yo'q, faqat erkaklar menga qarab turishibdi. Lekin men bu yerda bemalol o'zimni videomni olyapman.